Assalomu alaykum naqaydandagi qizg'in tomoshabinlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Ko'rotmanglar cho'ng tipki televiziya san'at programmasi Chin Go'zal Ipak Yo'li sadasi. Shimnuri biotexnik Sulton zavodiga ishlangan go'zallik bilan Chin Go'zal kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Riyosatchi Qirnishala Nijat Vali Yaqub amdiki minutlarda sizlar uchun xizmatda. Assalomu alaykum naqaydandagi tomoshabin do'stlar. Shunaqla televizor ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Riyosatchi qizlar Hidoyat Qulchan sizdan hammalarga oliy ehtirom. Barliq aziz ko'rman do'stlar. Ipak Yo'li sadasi programmasi mana shunday qizg'in ishtirokchilarimizning qo'llab-quvvatlashi natijasida ko'rilish nisbati eng yuqori o'rinda turib kelayotgan televiziya programmalaridan biriga aylandi. O'z navbatida programmamizda natijaga erishgan, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mayirlarimizning mukofot buyumlari intayin katta. Birinchi darajaga erishgan mahirni hasal makoni g'uljida ishlab sabtava hasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha yemak ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajalik mukofot bo'lsa uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutyar marketidagi a'lo sifatli savdosi ishlab chiqarib xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Uchinchi darajalik mukofot bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik bo'sish hosil qilgan kinora mablag'chiligi arkan mahsulotlar ta'minlagan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Shinjong Mo'tvar xalqaro savdo shirkati Arzuq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday do'stlar, bizning mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin puxta. Xo'sh, muhtaram ustozlar, aziz tomoshabin do'stlar, shundaqla televizor ekrani oldidagi ko'rman do'stlar. Navbatda bizning birodarlar guruhimizda mahorat ko'rsatgan mahirlarimiz bo'lsa, Guljamal Turdi bilan Muzaffar Mamat. Yana bir guruhga Muzaffar bilan Guljamal. Desek xalqinglar to'liq to'xtalib o'tsam, asli muqamni nəhayət yaxşı o'rlagan o'zingiz. Nəhayət yaxşı tayyorlab kelib ekansiz. Muzaffar bu shu. Lekin bizning guruhda mening o'yimcha cho'qim bir yangilik bo'lish kerak. Lekin men muqamga yangilik qilishga ketmayman. Men birodarlar sahnasiga kirgandan keyin universal jihatdagi safoyini yuqori ko'tarildi. Undan boshqa burungi faqat milliy uslublar naqsh etilgan holatdan hozirgi ommabop uslublar va boshqa uslublar naqsh etilgan jihatda tarbiyali erkin ma'lum. Undan sirt sahnada naqsh etayotgandagi qiyofatin va hissiyotni qanday chiqarish, qattiq yumshoqni qanday chiqarish jihatda menga ko'p bilimlarni berdi. Erkin ma'lum ko'p rahmat aytaman. Guljamallardan men bu xabarni anglab uzoq jiddiylashdim. Çünkü Guljamallardan xalab chiqqan artist o'zimiz bir-birimizni tushungandan keyin yaxshi tayyorlik qilib sirliq tuman kimizga naqshini o'rnamoqchi bo'ldik. Kelgin tez kelgin jonon. Hissiyatlar qilgan naqshgan keyin cho'qim xush naqshlar qarayman. Shuna naqsh o'rnashni istedim. Ancha muncha chiroyli qilganman. Naqshning mazmuni asosan shu. Tomoshabinlarni ko'rganimda naqshni sizlarniki chiroyli qilganman. Sizning ayollar hisoblayman. İpek Yo'li sadasi, Naqshamning sadasi, Davobimning sadasi. Sen hiçbir şey oldu tutsa, bence gerçekten temperatürayı bir talep. Bu naqsha Amerika ve başka çokum çıkımlar gözlere çıray ifadesi, çok korkmaz şimdi talep. Kadar yok oldu, kadar ciddi sizler böyle.
intizar buldu yolungama. Gelgin gelgin, biz geldin canan, intizar buldu yolungama. Gelgin gelgin, biz geldin canan, intizar buldu yolungama. Ben kettim ahır, sen bulgin aman. Kelgin kelgin, tez kelgin canan, men kettim ahır, sen bulgin aman. Kelgin kelgin, tez kelgin canan, men kettim ahır, sen bulgin aman. Kelgin kelgin, tez kelgin canan, men kettim ahır, sen bulgin aman. Kelgin kelgin, tez kelgin canan, men kettim ahır, sen bulgin aman. Men kettim ahır, sen Bir-biringlardan qilishmoqdek mahorat bilan yaxshi o'rinlab berdinglar. Shunaqdimi bizning 3 nafar yetakchi ustozlarimiz sizlarga baho va tavsiyalarni berdi. Undaqda oldi bilan Nurnisa Abbos xonim. Men o'ziga jang e'lon qilgan Guljamalni tavsiya qilaman. Rahmat. Abdulla afandim. Muzaffar ustam muallim topshirganmi eng oxirgi ovozi yuqori chiqishni ya. Shu topshiriqni toz yaxshi ishlamabsan lekin ustozlarning hammamizda shunday kamchiliklar sodir bo'lib musobaqalarda yengilib yana qaytib jang e'lon qilib o'zimizga mushtaq kelgan Guljamal so'ngimizmi bizga ayonaydi cho'ng bir sakrab burun bizga anlatgan maqsaddan xiyli jiroq bir yerdagi bunda uslubda bunaqashni aytib ovozning mashi ko'rilmadi albatta yaxshi. Mening o'zimning tavsiyalarim Muzaffar. Rahmat.
Mahsuslarına efendim. Gülcemal'ın tavsiye. Rahmat. Hoş yuqorida biz 3 nafar yetakchi ustozlarni keltirgan bahosiylar tavsiyasini anglab o'tdik. Endi nima deyishni xohlaysiz? Nima deganingiz bor? Hozir o'ylaganim shu sahnaga chiqib, o'zimning naqsh etgan navbatimni aytib chiqib ketmoqchi. Guljamal odam bilan. Ashtalam o'ylab chiqqan. Bo'ldi, rahmat. Guljamal. Üçüncü qetimliq mesela çoğu sahnede nakşi etiş kursunu hazırlap bergen o'qituvchim Erkin Abdullah ustozga va üç ustozga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Hammamizga sizlar bo'lsin, Muzaffarga bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. Akbar efendimning fikrini olib oqaylik. Menimcha Muzaffar yaxshi o'rildi bu naqshni. Lekin oxirgi kelganda azroq qiyish yuz berdi, undan keyin udardan uzun sentazimga azroq chiqib qoldi. Bu yerdan udardan chiqib qoldi. Nahmaydan boshqa yana vallarni zikratga tushirib oldi. Endi Guljamal burun endi milliy uslubda naqsh etdi. Oldindan bir muqomni tayyorlab akatgan, nihoyat mukammal. Muzikasini yaxshi ishlab turib, naqshini shunday yaxshi etibdi. Qizlarning o'jatki, talanti nihoyat yuqori ekan. O'zim muqomni boshqa mana shunday yarab ketdi bu naqshni. Bugungi ishbasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Men o'zining uslubidagi naqsh emas ekan, lekin shunday bo'lsa-mu, mana naqshni yaxshi o'rildi. Mening tavsiyalarim Guljamalni tavsiya qilaman. Rahmat. Biz o'xshashlar eng oxirgi xalqlik payt qadam qo'yib turibdik. Nafisa Erkin Abdullah efendim. Ishqillarniki ustozi o'xshamas bo'lsa-mu, shu programniki prinsip bo'yicha mush bosqichga kelgan chog'da ashunda qiynash bosqichi ekan. Bir qadam olg'a besish uchun bir qadam keyinga menish kerak degan gap bor ekan. Shunga shu 89-yildagi naqshimizga bir qayta bilib, o'zimizni bir tutib bilib, shunga shu naqshlarni yana bir qayta qandashlarımızı sunub alaymış fırsatını faydalanıp özara müzakereleşip demokratik alda bu iş gelen en ahırda özü bitken naqshisi. Umum jihatdan intayin yaxshi o'ylab berdinglar, bayatın boshqa ustozlarni dedi qisman xatoliklar ketib qoldi. Ilham ishqilinglar intayin tajribalik naqshchilar. Shunga darhol o'ng'ish oldinglar. Masalan, Guljamal dastlabki akotavaz kirgan chog'da ovozi to'g'ri bo'lmay qilib, lekin shu bir udar ichidan Muzaffarning ovozi to'g'ri bo'lg'achqa ashinaga agishib asla shu gradus ovozini joyida tutib oldi. Mana bu intayin yaxshi tajriba. Bu jarayonda kishimiz savolimiz. Bu programmamizniki mayirlarga qo'shgan eng zo'r turtisi. Bu bir mashina mukofoti va yoki boshqa narsalar emas. Bu jarayondagi o'rganish. Hammalarniki raqobatchisi faqat o'zimiz. Biz o'zimizni yenganda shu g'alaba qilgan bo'lamiz. Shunga bizningki birodarlar guruhida davomliq janda naqsh etmoqchi bo'lgan mahir Biyokan texnikasi Sultan Zavut'da işlengen güzellik menin kim güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Guljamal. Muborak olsun. Sizning oxirdagi yurak so'zlaringizni anglab oqaylik. Shu ayolim menga deydigan siz eng yaxshi naqshchi edi. Ayolimning nazarida. To'g'ri debsiz, Siz ayolingiz bilan emas, balki hammamizning qalbida eng yaxshi naqshchi. Buning uchun men bir gap tutib olay endi. Siz hammalarning chempioni. Rahmat. Bo'ldi, Nafisa. So'zlaringiz bilan takliflar. Muzaffarga baxт, omad, san'at safariga barakat tilaymiz. Sinori biyotexnikasida Sultan Zavut'da işlengen güzellik yönetişinin güzel kırım buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programni samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidan xali beyata erkaklar quvvat ichidagi alohida tilab qilgan. Programımız bilan qalb suyulti elga ayon qiymati eng tuyan bahasi 69800 yuan bo'lgan Toyota Vios avtomobili shunaqla 2015-yili tantanlik bozorga silingan Toyota RAV4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Xo'sh, undaqda navbatda bizning birodarlar sahnimizda yana qaysi mahirlarimiz keskin raqobatda bo'lganda ular bo'lsa Farhod Hoji bilan Qaysar Ahmad qarshilamiz. Qaysar bilan Farhod. Sizlar flamenko usulida naqsh etisizlar.
Mening o'ylaganimda şu flamenko uslubini bizimki şu xalq naqshiga nayt obdan birleştirib oldu. Men birodarlar sanasiga tanlangandan keyin nurg'un ta'sirotga ega bo'ldim. Bo'libmi men o'zim eng yoqtiradigan muzika uslubi flamenko. Bu uslub jihatda erkin ma'lum bilan nurg'un fikrlashdik, nurg'un bilimlarni berdi. Flamenko degan hukmni taxim chunqur bir his qildik. Qara ko'zim basir bo'ldi voy. Bu tuproqlari toza joyda tushmayapti shu. Texim enish kerak mana naqshlarni. Hammalarga to'g'ri naqshlar chiqdi. Erkin ustozning birodarlar guruhiga kirgandan beri mayli gitar chalish bo'lsin yoki naqsh aytish bo'lsin har jihatdan burunga qaraganda yaxshi ilgariladim deb o'ylayman. Sani chiqish olib tursizlar vaqtim diqqatlarni naqshga markazlashtirish uchun muxlislarga gitarda tankash qilmoqchi. Sarkarda chiqinglar. Yüreğim çak oldu vay. Gilleyde bu ayağını koymaysan vay. Acırım bırakmam. Serip kuşkaş bulup sayrar Çimenli yolga ayağını ben taraf Çimenli yolga ben taraf Kara gözüm
Müzikançı bunların bir tanıştırıp etsem, gitarda Lutfullah, Kahun, yoki Uyg'urcha sanduq şeklinde oldu. Bravo. Bunlar çok rahmat. Bu naqshda mavzumizdan rahmaydonlik qarindoshlarimiz intayin huzurlangan bo'lishi mumkin. Bu musiqalarimiz, ovozlarimiz ham chin bo'lg'achda bu xil hissiyot, bu xil mo'liq kuylar bizning yurtimizga joqqida qilib deydi ekan. Biz mana shunday ta'sirlandik. Biroq yetakchilarimiz sizlarning bugungi ifodanglarga qandoqroq baho berar ekan? Yuqoridagi musiqa jihatga ozroq ketkizib qo'yishlar bugungi numr tortilib ketishga yoki tavsiya qilmaslikqa sabab bo'lib qoladimi? Biz birlikda tavsiyalarni anglab boqaylik. Sizlar to'g'ri yaxshi uzoqroq vaqt mashq qilmay qolgan o'xshaysizlar. Shundoq. Ammo lekin ishinglarda bir ruh bor. Mush naqshni tanlaganinglar ajoyib bir zo'q estetik, zo'q beg'isildi bizga. Shu meniki tavsiyam oshpaz yigitni. Rahmat. Qaysar. Qaysar. Qani Mahmud Sulaymon efendim. Endi hammamiz ko'rib turibdi. Ishqilonlardan bir savarlik o'tib qoldi. Ammo lekin Mo'sha klassik naqshimizni o'qishga jur'at qilganlarning uchun o'zi cho'ng ish. Mening tavsiyalarim Qaysar. Abdullah Abdurrahim efendim kimga tavsiya qildiki? Buni anglab boqaylik. Erkin bizdan bakrak cho'nqur tushunadi, ammo bizning koni naqshimizni flamenko bo'yicha musiqani kirishtirib yaxshi qildi ekan. Lekin avi oshpaz inimning baldur kirilishi, harat inimning ancha-muncha savarliklarni hisob olmaganda 100 kilo oldik endi. Ammo muzikantlar yomon kartiki. Endi kim birni tavsiya qilganimiz taraf. Sizlardan so'rab qo'ysam, shu vaqtdagi shu topki hissiyotni qanaqa? Hozir yaxshi emas bo'lib qoldi. Ag'inamga men tirishchanligiga men qutuq tilayman. Yaxshi. Ma'lum bir sabablar tufaylidan bu ishimiz vaqtida uchirish qilinmay, Allohda ishimizga vaqtinchalik qisib qo'yib, bu naqshini hozir qilmish sanda toz voyaga yetkazolmay qoldik. Xo'sh, undaqda endi birlikda Akbar Qahramon efendimning bugungi tavsiyasi, shunaqla maslahatini anglab boqaylik. Qaysarjon topgan naqshini qarab tushmaydi dedi. Taraf topgan naqshini Qaysar menga tushmaydi dedi. Vaqtlar shu naqshlar shunday jiq vaqtlar shuni o'sirib ketdi. Oxiri Erkin Amerikadan kelib Mirajxonni olib ketdi ekan Amerikadan. Şunlar şu Mirajxonni aytib tayyorladi. Endi bularning endi to'g'ri tushasanglar. Mashq qilishi toza digidek yaxshi bo'lmay qoldi. Jiqroq vaqtda shu naqshlar shunday bo'lib ketdi. Ikkinchisi nayti tirishchilik ko'rsatdi. Endi birisini ko'rsatmasak bo'lmaydi ekan. Mening tavsiyalarim Qaysarni tavsiya qilaman. Rahmat. Erkin Abdullah efendim. Tek fikrim bayatın yüz bergen mesleğe nisbeten mesela Qaysar pauza degan chaqda naqshga kirib qoldi. Siz shu chaqda kirib qolgandan keyin iti yurmiz. Bu flamenko usubi intayin erkin bir usul. Rahat. Bu kitapda manda yozilgan rep sistemi shunda rep qilgan demasak bo'ldi. Shunda maydondagi hissiyotimizga asosan ashuni shu to'g'ri xatoni to'g'ridan iti versak bo'ladi ba'zi kelganda. Muzikanchi bolalar agishib ketalaydi. Mana bu tajribachi. Endi bundan keyingi shunday ishlar yuz bergan chaqda o'zimizni ichib qo'ygandan keyin naqshni boshlayveramiz. Bu bir tajriba bo'lib qolsin. Ondan naqshchining o'ziga kelsak, oldin qismini qarab yaxshi aytgandi. Keyin qismini toza yaxshi bo'lmay qoldi. Turoq desa. Menga
Tünügün malum kandak talep var diye vaktan ben bir mi talep koygan? Hiç kadar talep yok. Şu kurakların cayda asanlan buldu dedi. Bir şey geldi. Taza yitemeye kaldınlar. Andın ahir kısmı da Kaysar yaxşırak etti. Undaqda eng oxiridagi sizning tanlashingizni anglashga taqozo bo'lyapmiz. Texnikçisi Sultan Zaltı işlengen güzellik minin çin güzel girin buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Kaysar. Mübarek olsun Kaysar. Ferhat, hazır. Yana nimalarni o'ylayapsansiz? Men naqsh kezibda o'qidim. Mushuning o'zi menga bir zarba. Bu zarba meni taqim tirishga bu undaydi-ku. Shuning uchun men taqim tirishim. Aman bunu qeyrilisin. Hadi, qarama. Mirajihan o'lmas klassik. Bu kuyni sahnada qayta yaratganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Qaysarning g'albisini qutlaymiz. Farhod hojining yangroq ovozini sahnamizda qayta anglashni xohlaymiz. Sahnamizda mahorat ko'rsatgan mahirlarimiz bo'lsa, Erkin Abdurayim bilan Mahira Ahad qarshilaymiz. Kim gruppa? Erkin bilan Mahira. Bir naqshini har xil stop bo'ldi. Ovozimiz tushmaydigan naqsh bo'lmaydi. Hamma naqsh shu. Biz buni naqshdan repis qilamiz, tayyorlaymiz. Birodarlar gruppasiga tanlangandan keyin shaxsan o'zim aytib xo'sh bo'ldim. Bu jarayonda ehtimolin bizga oz bo'lmagan masalan chet elga Amerikaga chiqdi. Bu jarayonda ashada ko'rib kelgan ba'zi bir tajribalarni bizningki o'zimizniki o'ylaganlarga birlashtirib, o'zining qalbisidagi o'ylaganlarga birlashtirib, bizga jiq bilimlarni berdi deb o'ylayman. Bizlarni birdan bir ta'sir qilib o'zimiz yo'lda qaragan nuqta, yangi yotishga kerak qoladigan bo'lish. Ilqi bir xil ko'ngilni intizom olmaslik. Men shu Mahiramiz bilan sahnaga chiqish oldi turyapman. Yaxshi bir numurimizni, yaxshi bir naqshimizni yaman ayrılık ayrılık aman ayrılık her bir dertin olmak yaman
hayajon ilgib turib, bizning 3 nafar yetakchi ustozlarningki sizlarga berilgan bahosi va tavsiyasini birlikda anglab boqaylik. Oldi bilan Abdulla afandim. Umashkinlarning birligi bek yaxshi bo'ldi. Bir zil, bir bom, texmo tatliq tuyg'u beryapti. Tavsiyaga kelsak, men shu inimni tavsiya qilaman. Rahmat. Mahmud Sulayman afandim. Men Erkin efendimni tanladım. Rahmat. Nurnisa xonim, sizning balkim o'xshamagan tavsiyalaringiz va baholaringiz bo'lishi mumkin. Erkin Mahirimizga bir tavsiyam, hadingiz bo'lish bilan aşı Mahira xonim sizga 2 qatim qarab ayrilish degan narsani aytgan vaqtdagi misralarda 2 qatim beshida qaradi. Lekin siz ko'zingizni jumbaldingiz. Endi siz ayrilishni aytayotgandan keyin ko'zni jumbagandan keyin shu og'rilib qolamiz aslında. Chaqchaq qo'ydim azroq. Haqiqiy tavsiya kelgan vaqtimizda Mayra xonimni tavsiya qilaman. Bo'ldi. Rahmat Nisa xonim. Xo'sh, yuqorida yetakchi ustozlarning sizlarga bergan bahosi va tavsiyasini anglab o'tdik. Endi sizlarning mush minutdagi hissiyotinglarni anglab olsak qandoq? Repetitikdek bo'lmay qoldi. Azroq izlashlar bo'lib qoldi. Lekin undan o'kinmaymiz, bo'g'iliq yetib oldik, mashina hech qisi yo'q. Bu yerda bir narsani deb qo'yishni to'g'ri ko'ryapman. Ya'ni Mayradam men bilan sakna amroyi qilib bo'lingandan keyin ular o'ziningki mikrofon onasi olam ketib qoldi. Bu qayg'uliq, bu alamni hammamiz his qila olamiz. Repetitsiya o'tibmi ko'zdan yosh to'kilib ketgan ishlar bo'lib qoldi. Men oldi bilan shu Mayradamninki shu kayfiyatini, shu naqshliq qilib ketgan yoki xatolik ko'rib qolgan ahvollarni men tomoshabinlarga vakolatan men kechirim so'rayman. Mayrada ko'nglingizni yerim qilmang. Undaqda sizning hozirgi hissiyotlaringizni anglab baqsak. Oğlum bizga seni chiqishingizdan degan bir jig'iz o'rib ketmasdi. Men amalga o'zimni kontrol qilay deb tutvelishib bitirish naqshni men yaxshi aytolmay qoldim shunaqla. Bu naqshni aytqizim beqin oldim. Hatta ma'lumdan norozilik ayarlarım bo'ldi. Keyin ma'lum menga endi bir xil uslublam emas, cho'qim buni kirgan ekanmiz, yengil yoqib beqishimiz kerak degan ekan bo'ptiladi. O'zim keyin to'g'ri tunib qabul qildim. Endi bu sende tanlash chalanish bo'lib turdi. Mening maqsadim tanlanib olish va yoki mukofot uchun emas, balki mushundoq yarjat yetishgan talantli bir ustozniki yetaklish ostida yanama cho'nqirlab bir bilimga ega bo'lish. Ham o'zimning yaxshi naqshlarini ota-onamga, xalqimga hududimni yetishcha olib olish maqsadimga yetdim. Yatma şanlıp qasama, ko'nglimda hech qanday armanim yo'q. Ko'pchilikniki yaxshi ko'rib anglab berganiga rahmat deyman. Oldin Erkin ma'lumga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Xo'sh, unda bo'lsa, Akbar apandimning fikrini anglab boqaylik. Bu naqshi degan odamning kayfiyatini o'ngshaydigan birdan-bir qurol shu bu. Mayra bu naqshi degan bundan keyin sizga mana qo'shalliq, yaxshi kayfiyatlarni bundan keyin shu naqshingizdan uzib qolmang, naqshingizni davomli eting. Naqsha sizning kayfiyatingizni o'xshaydigan yaxshi qurol. Endi Erkinmo bu naqshni o'zining asli uslubi bilan nihoyatda yaxshi o'rnidi. Degan mening tavsiyalarim Erkinni tavsiya qilaman. Rahmat. Erkin Abdulla afandim. Asli Mayra xonim, men vaz ketsam bo'ldi. Qirqini endi bize toplam bu naqshisam urtiqalla. Jamoat qanda qara deganda menga. Men o'ylashib qirqi o'tib qopti. Endi shu naqshi orqali shu ayrilish hissiyotingizni ifodalasang'iz menimcha rahmatlikmi xo'sh bo'ladi. Urtiqallaringizmi xalqimizmi rozi bo'ladi. Biz mushni boshlagan ekanmiz. Mustahkam iroda bilan amal bor bizniki guruhida chekinish bo'lmasa, lekin agar o'zingiz men chekinaman desangiz buni biz tamamen hurmat qilamiz deganda eng oxirida Mayra xonim yana shu ayrilish hissiyotini ayrilish degan naqshi bilan ifodalasini to'g'ri topdi. Shuning uchun Mayra xonimga ko'p rahmat. Bu naqshi intayin yaxshi hamkorlashdinglar. Xo'sh, sizning oxirgi qaroringiz
Mening eng oxirgi qarorim yanla ko'pinchi ustozlarniki. Bo'libmi? Amra ustoz Ekber Qahramonning tavsiyasini hurmat qilgan asosda Erkin Abdurin. Muborak bo'lsin. Mayrada to'limi afsus. Lekin bizda bunday bir gap bor. Sizda o'zini boshqalarga emas, balki tunugiki o'zini selishtir deydigan gap bor. Demak, kishini o'zini olqimiga intayin past. Lekin siz shu Erkin Abdulla abandimning yetakchiligida xeyli ko'p ilgirladingiz, shundaqmi? Alloh bo'lsa, oxirida sizga oilangizga xotirjamlik, xushallik tilaymiz. Ustozlaringiz bilan qo'shishmoq. Buyurish qiyinchiligi bo'lmasa, hammamizga kelishib. Erkin Abdurahim bilan Mayra Ahad o'z ovozidagi xasligi bilan bizga yangicha tuyg'ularni baxsh etdi. Rahmat sizlarga. Bundaqda navbatda sahnimizga qaysi mayralarimiz birlikda raqobatga tushadigandir? Ular bo'lsa Nurjon Jonbulat bilan Abduxabar Xilal qarshi olamiz. Yana bir guruhga Nurjon bilan Abduxabar. İştiğinlerini bir ko'rib qilishda asosida ovoz ayrılma. Ayolana sağındım boy. Ал осы башта өзім ұстазым жиналып Еркін Абдулланың маған осы башта білім берген білімдерін бізге тек қана кәсіптік білім жағынан қоймай, достық, береке бірлік, ынтымақтастық үйретті. Сонымен кәсіп білім жақтан бұрын өзім айтып көрмеген жаз сондай әндерге маған мышан үйретті. Ұстазым Erkin Abdullah muallim bana üzerininki burun özüm his kılmağa bazen kemçiliklerimle nakşorlar cihetki, müzikçilik cihetki kemçiliklerimle bana təklif, bana ügetti. Менің осы үшінші басқыша кірудегі алға келгеніме өте себепші болды. Осы баста ұстазыма көптен көп рахмет айтамын, маған көптен көп білім үйреткен. Және де өзінің қаршағына, сапарына сәттілеймін. Бірақ ол екенбіз ешқашан біз бір-бірімізге қаршы бәсекелесіп тұрғанымыз жоқ. Sadece çıkışalı turistler. Biz repetitörenimi bir müddet öttük. Ankara'da. Andın akort algan çağlar oldu. İzra çokum asas kalıcı akort algan iş buldu. Sen sizlerden nasıl?
Bizimle birlikte bugün sizlerden ifadelerini karta bizdeki yetakçilerimiz qandaq bahalarını verirken, tavsiyelerini verirken anlap bakaylı. Nurisa Hanım. Bu adlı haber inimiz bu Kazakçı nakşıdı. Ben eğitmeydim demepti. Bana bu ittifaklık. Bana bu ömlük. Hemkarlık. Doğru, hemkarlaşış. Şunun için işkinlerini muşun nakşanlar arkalık aldı bilen tebrikleymen. Rahmet. Rahmet. Endi uzun tavsiye göteyli. Hoş. Nurcan. Rahmet. Rahmet efendim. Bu nakşa bana bek tanış nakşa. Çıraylık nakşa. Haber inimmo bir özümüzden kerimdişi bolgan Kazak halkının nakşısını şunda özününki töven avazlar bilen yani bom avazlar bilen çıraylık maslaştırıp Nurcan bilen çıraylık etip erdi bağırın bilen. Anadolu kemerun küy almıştırıp okuduğum haberinin küyü boyunca Nurcan'ın küyü boyunca ahir yana bir küyü bilen evcigi çıkardılar. Menin tavsiye kıldığım mayerim Abdülhaber'e tavsiye. Budur. Koşunakta Abdullah Abdurrahim efendim sizden tavsiyeleriniz qandaqdı? Her ikkilisini bek çıraylık avazı var ballaki. Hamkarlığınla bek yaxşı oldu, mehribanlık bek yaxşı oldu. Kazak tilde eğitilsin im boptu, Uygur tilde eğitilsin im boptu. Mana bu bizdeki hamkarlık, buradarchilik, tuqqandachilik, qandaşlık.
Sen şunda boğaç için Abdülhaber'im hiç bence kıyım tuyulmadı bu iş. Avazın beş çıraylık isil avazın. Nurcan sana rahmet okap. Bizning sahnimizga kelib, o'sha 3-aylanma musobaqagacha zamon naqshlarini yangiritib, Qozoq xalqi bilan Uyg'ur xalqining o'rtasidagi do'stlikni texnik mustahkamlash uchun sanmi tegishli asarni qo'shding deb o'ylayman. Ammo tavsiya kelganda men bugun Abdulxabarni tavsiya qilaman. Hozirgi minutlarda hissiyotinglar qandaqroqdir? Nimalarni o'ylayotgansizlar oldi bilan Nurjon? Ben kalsammo, kabar kalsammo, bizge iş qanday bir do'stligimizga ta'sir qilmaydi. Birodarlar sanisi bizga do'stlikni qoldirdi. Sana rahmet aytishim ish ketim yo'q. Xabarga rahmat aytman. Sizning o'zingizning ko'nglingiz intayin sap, pak bo'lganligi uchun siz bu xil muhabbatli, bu xil kuyinishni his qila olgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizda Abdulxabarning qanday yurak so'zlari bor? Yiroq ko'may xotindan opam meningki musho Akşamdan oğul kepti. Apam ko'chin ko'ngillar. Salom yo'llaymiz. Assalomu alaykum adam. Sizni ko'rib xursand bo'ldik. Endi kimlarda? Akbar Qahramon efendimniki bugungi maslahati tavsiyalarini olib boqaylik. Nurjon naiti chiqqan mukammal bir naqshga mashina to'g'ri dedi. Lekin Nurjonningki ovozi tusidagi naqshlar naiti jiq. Xabarningki alayligi bo'lsa, bu 100ning ichidan yo 200ning ichidan birisi chiqib qolganda ovoz. Bununki alayligi bu şu avazının tusi bununki. Nurjon bu qismingiz xabarni tanladim. Siz bu o'zingizdan to'xtab qolmay davom ettirishingizni umid qilaman. Rahmat. Erkin Abdullah efendim. Yaxshi bo'ldi. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Mush naqsh bilan meniki xilla adiqni chiqib qoldi. Naqsh etmoq oson ish. Amniyat uchun. Jiq odamlar aytalaydi. Lekin bir naqsh qilib bir müzik arqılı bir iddia o'rinlash, bir uslub o'rinlash uchun asos emas. Sizlar shu naqshida o'zingizlarga xos uslub bilan o'zgachilikka ega aytinglar bu naqshni. Shu sizlarniki eng cho'ng g'alabanglar. Bo'ldi. Seni undaqda qarindoshlarim. Birodarlar guruhida davomli naqsh aytmoqchi bo'lgan birodarimizning ismi Programımız hazırda başlanadı. Abdulxabar. Abdulxabar. Keyingi bosqichda texnik kat balantingizni bizga ifodalab berishingizni umid qilamiz. Yaxshi tayyorlik qiling, omon bo'ling. Nurjon, qanday bir yurak so'zingiz bor? Naqshbaydan muzikasida qanday keyin tunchi qitim naqsh aytishingiz kanda? Erkin ustoz bilan ko'rishib, men qilishim. Bak qo'sham. O'zimni yana shu xabar birodarimga rahmat aytib qo'yman. Bu naqshni men uyg'urchasini o'qay, sen qozoqchasini o'qi degan chig'imda, sen bu qozoqchasini o'qa, men qozoqchasini o'qay degan ma'no. Ash birodarim rahmat aytdim. Bo'ldi. Sizga rahmat Nurjon. Birlikda o'rinlagan qozoqcha naqshlar bilan bizga millatlar orasidagi do'stlik mehrini ifodalab berdingiz. Mayli natijalar qanday bo'lsin, mushu bosqich, mushu sahnaning o'zi bir g'alaba. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzelgirin buyumları mahirlarga... Növbetdə səhnimizdə rəqabətləşməkçi bolğan qarindaşlarımız bolsa, Nur Ali Aziz bilan Abdulhamid Ahad qarşı almaz. Yan bir görüşmez Abdulhamid bilan Nur Ali. İşkinlarniki avaz tüsünlar, avaz dairanglar, uslubinglar, hujjatni ko'z tutib, ishqinglarni qildik. Men birodarlar guruhiga kirgandan keyin ustozim Erkin Abdullohning yetaklishi shundoqla barcha birodarlar guruhiga barcha birodarlarim bilan yaxshi fikr almashtirib kasbiyatda yaxshi qila oldik, ilgirdim deb o'ylayman. Avcıda vurdulam çıkarken, avcıdaki yaşı birinci bir sırasıdır, tüyem vurdular. Vakıtım hemen yani biz elikte bir nakşını şikayet orlayız. Hissiyatımızın bir
chiroy ifodamizning bir xuddi bir odam ketgandek chiqishdi. Mening tayyorligim Temur Elevkam. Sizning tayyorligingiz kim bo'lsa, ishni sahnada ko'rsaylik. Kechalmayman seningdan vatan. Sahnaga chiqish oldi tursa, birdan bir qilib mana shu ig'ir va shu hissiyot yaxshi narsani ishib ketmisin. Qamaqam. Sende sebi çağları Yüzü çizdi sende bağları Öt sende sebi çağları Gül yutuldu sende bağları Derman versin o rahat Geçelmeyler senin dünveten Dırmana versin o rahat Geçelmeyler senin dünveten Geçelmeyler Geçelmeyler Geçelmeyme senindir vatan Geçelmeyme senindir vatan Rahat görmey halay cefada Rahat görmey kolay cephada Meyli sersan bulay talada Meyli duçar kolay balağa Geçelmeyler senin dünveten Meyli duçar bulay balağa Geçelmeymen senin dünveten Geçelmeymen 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 senin dünveten Geçelmeymen Geçelmeymen senin dünveten Üzülüdüm geçken emez Geçelmeymen senin dünveten Üzülüdüm geçken emez Geçelmeymen senin dünveten Geçelmeymen
Kecholmayman, kecholmayman sening dilvatan. Kecholmayman, kecholmayman sening dilvatan. Yo'q, kecholmayman sening dilvatan. Oldu bilan sizlarning naqshanglarni yurikidan tanishgan bizniki muhtaram yetakchimiz Abdulla Abdurim apandining tavsiyasini anglab boqaylik. Abdulhamid tajribalik naqshchi. Bir naqshini tushunish, naqshning tekstiga bo'lgan tushunchasi xeli mukammal. Bu inimniki har bir qitimdagi musobaqada ko'rsatgan ifodasi bir baldaqni o'rlab menayotganligini men ashunda sezib turdim. Men birni tavsiya qila olmayman endi. Shundoq. Nurali. Nisa xonim. Men tavsiya qilaman o'tib ketsam, ikkilanlarninki ovozi o'xshash darajada. Shuni Nuralini tavsiya qilaman. Unda Husayn Mahmud Sulaymon efendim. Men Nurali yerginim tavsiya. Bunaqsa navbatda hozir eng oxirgi qarorlar, shunaqla eng oxirgi natijalar chiqishdan ilgari sizlarniki bir yig'izdan yurak so'zlaringlarni anglab boqaylik. Jiddiylashyapman, sani chiqqan ekan, o tabiiy bo'lgan. Albatta. Nima dey? Rahmat. Shu ustozlar men o'ylagan bo'lsa, shu to'g'ri. Chunki ustoz bular. Bundan qo'sa Akbar Qahramon efendim, siz bir amro yetakchi, shunaqla Erkin efendimniki aql maslahatchi bo'lish ustozdan. Nimalarni deysiz ekan? Men Abdulhamidni tavsiya qilsam. Erkin Abdulla efendim. Ben bugünkü bu naqshini ifodasiga asosan qani qarindoshlar, bu naqshi intayin mardonlikni talab qilgan naqsha. Shunga bu naqshini intayin mardona aytgan Erkin Abdulla efendim, sizning eng oxirgi tanlishingiz bizning birodarlar guruhida davomli naqsh aytmoqchi bo'lgan birodarim Abdulhamid. İşimizki bu neticedən Nuralimi çoxum intayin xoş oldu. Şundaq-mı? Bizga nisbatan boshqalarning xo'shalligini ko'rishmi katta bir baxt hisoblanadi. Undan qo'sa Abdulhamid sizning keyingi bosqichlarda texnik yaxshi tayyorgarliklarni ko'rishingiz tilakdoshmiz. Bizni cho'qim umidsizlantirmaydi deb o'ylaymiz. Qani, rahmat. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Nurali, hozir ham nimalarni demoqchisiz? Men beshidilla o'zim sani chiqishdan burun xiyol qilgan. Mayli qaysimiz tanlayli, bizga erkin ma'lum degandek, bu kechilik tomosha naqshon yaxshili issom shu meningki g'albam degan bilan chiqqan saniga. Men besh ustozim olmash naqshomni o'zimning qo'ldan kelgancha aytib oldim. Mening g'albam shu. Men buni cho'qim teqdim terishman. Yaxshi, Nurali. Ro'yingizga apirin. Tirishchilig'ingizni ko'rsataymiz, buningdagi musahlat sizni ham davomli kutamiz. Qani undaqda ustozlarimiz bilan men haqidagi isil bu kuy ovozinglarni jaranglab, qalblarni larziga soldi. Mayli natija qandoqli bo'lsin, mushu bosqichga kelganinglar bilan sizlarni qutlaqlaymiz. Naqmaydagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shuning bilan Ipak yo'li sadosi programmasining 3-bosqichi, ya'ni sinov bosqichidagi birodarlar guruhidagi keskin raqobat mushada oyoqlashdi. Biz birodarlar guruhida muvaffaqiyatli 4-bosqichga qadam qo'ygan 8 nafar mayirimizning keyingi bosqichda texnik sarxil mahoratini namoyon qilishiga tilakdoshlik bildiramiz. Xayr xo'sh, kelarsan programmamizni ko'rishaylik. Omon bo'linglar.